Oshxonamiz bor edi. Oshxonamiz yonib ketdi. Yonib ketgandan keyin birorta mutasaddilar kelib o'rganib berishgan yo'q. Salkam 500 million so'mlik tovarim yonib ketyapti. U ham mayli. Lekin men ertadan keyingi kelajagim uchun shu oshxonani tiklashim kerak. Shunga sizlardan yordam so'rayapman xolos. Tadbirkor odam bir o'zini o'zi tiklayman desa, unga yordam berish kerak xolos-ku. Qani tadbirkorlar bilan uchrashuv tizimi, hurmatli hokimlar, bankirlar? Qani soliqchini ko'mak bergan? Bironta odam borib so'rasa bo'lmaydimi? Nima sizga ko'mak berish kerak deb? Qani mijozbay ishlash? Qani ko'makdosh bo'lish? Qani to'rtta sektorda ishi? Shuning uchun tadbirkor sonini ko'paytirish emas, balki bor tadbirkorga ko'proq sharoit yaratib, elektri, gazi, suvi, yo'li, krediti va davlat qilishi kerak bo'lgan boshqa masalalarni yechib berishni takror aytyapmiz. Faoliyat boshlayotgan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashning mutlaqo yangi tizimi ishlab chiqish lozim. Tadbirkorga xiyonat qilgan odam siyosatimizga xiyonat qilgan odam bo'ladi. Tadbirkorni dardi bilan yashamagan rahbar hozirgi siyosatni tushunmagan rahbar bo'ladi. Biz jurnalistik surishtiruvlarimizni davom ettirmoqdamiz. Qo'shimcha ma'lumotlar bilan yana efirlarda sizlar bilan ko'rishamiz. Blogger Dostonbek Rahimov. سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. Blogger Dostonbek Rahimov. Bizga murojaat qilgan paytingizda oshxona yongan, o'sha 300-400 millionlik tovarlaringiz yongan ichida juda tushkun kayfiyat dedingiz. O'tib ketdi o'sha voqealar. Hamma narsa behikmat bo'lmas ekan. Mana Xudoga shukr, hamma narsa o'rniga, joyiga keldi. Hammadan xursandmiz. Ayniqsa bosh qo'shib turgan o'zingizdan birinchi o'rinda bizga yordamlar tekkan hamma rahbarlarga kattakon rahmat aytib qolamiz. Devorlarda yonib turgan holatda mana shu holat hozir Dang'ara tumaniga ham bir ko'rdik, qo'shib turibdi. Albatta. Davlatimiz rahbari tadbirkorlarni qo'llab-quvvatla deyapti. Mana shu kungacha ozmi ko'pmi yordam qilib kelishdi. Bizni qo'llab-quvvatlaganiga katta rahmat. O'zgarishlar yaxshi, 5. Do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Abbos aka, faoliyatingizga omad. Rahmat. Sog' bo'ling aka. Blogger Dostonbek Rahimov.